Siyam egizaklarini gavda qismlarini bir-biriga yopishib ketganliklari bizni tibbiyotda, meditsinada o'ziga xos lotincha atamalari berilgan. Bu lotincha atamalarni siz azizlarga tushuntirib lotin tilida, tibbiyot tilida aytib o'tirmayman. Sababi bu murakkab terminlar, shuning uchun xalq tushunadigan holatda qisqacha tushuntirishlar berib boraman. Siyam egizaklarini birinchi ko'p uchraydigan holati chaqaloqlarni ko'krak qafasini bir-biriga yopishib tug'ilishi. Ko'krak qafasini oldi tomondan yopishib tug'ilishi va ko'krak qafasini orqa tomondan, ya'ni kurak qismi, bel qismi tomondan yopishib tug'ilishi. Keyingi holatda qorin sohasi, kindik sohasidan to bo'ynigacha bo'lgan holat yopishib tug'ilishi. Keyingi holatda bel orqa tomoni va dumba sohasi bilan yopishib tug'ilish. Undan keyingisi chanoqson tos suyaklari, chanoqson dumba qismlari o'zaro yopishib oldi tomondan va orqa tomondan yopishib tug'ilishlari kuzatiladi. Keyingi holati bosh tomonidan, ya'ni boshni o'zaro peshona, burun, yuz qismlari qo'shilib ketadi. Bu juda ham eng murakkab, eng yashab ketishga moyilligi kam bo'lgan holat. Xuddi shunda boshni orqa tomondan qo'shilib ketish holatlari kuzatiladi. Birga qo'shilib tug'ilgan egizaklar. Tana bitta, bosh ikkita bo'lib, arqamachagi bilan orqa tomonlari bilan yopishib ketgan bo'ladi. Butun tanani yopishgani bo'ladi. Qo'l, oyoq, yelka, qorin sohasi. Bu ham juda ham murakkab holatdagi egizaklar hisoblanadi. Keyingisi tanani bitta, qo'lni ikkita, oyoqni ikkita, lekin boshni ham ikkita bo'lishi kuzatiladi. Hurmatli bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, mana shunday chaqaloqlarni rivojlanib ona qonidan tug'ilishi, bu shu homiladorlikning ilk bosqichlarida 4 hafta, 5 hafta, 6, 7, 8 hafta paytlarida embrion deymiz. Embrionning rivojlanish davrida ma'lum sabablarga ko'ra, aniq sabablarini, rasmlarini, videolarini keyingi lavhalarda, videolarda tayyorlab borib, aniq ko'rsatib, tushuntirishlar berib boramiz. Hozircha siyam egizaklari mavzusiga bag'ishlangan ma'ruzamiz, videolavhamiz shular bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ma'ruzalarda o'sha UZI screening tekshiruvlarida mana shunday egizaklarni oldindan aniqlash qanchalik to'g'ri holatdaligini isboti bo'ladi. Shuning uchun screening tekshiruvigacha bo'lgan patologik holatlarni, jarayonlarni, ya'ni nuqsoni bor homiladorlarni nuqsonli tug'ilishini oldini olish uchun video lavhalarni tayyorlab bormoqdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Hammalaringga kunimiz xayrli bo'lishini tilab qolaman.